Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Agar sizning oilangizda pensiya oluvchilar, nafaqa oluvchilar, subsidiyalardan foydalanuvchilar bo'lsa yoki shunchaki davlat tomonidan beriladigan imtiyozlarga umid qilib yashayotgan bo'lsangiz, unda diqqat bilan eshiting. Siz hozir aynan sizning muammongizga yechim topasiz, chunki sizni kutayotgan jiddiy moliyaviy yo'qotishlar va kutilmagan jarimalardan ogohlantirmoqchiman. 10 maygacha olishingiz shart bo'lgan to'rtta muhim ma'lumotnoma borligini bilarmidingiz? Bu ma'lumot nafaqat ayrim toifadagi fuqarolarga, balki butun oilalarga ta'sir qilishi mumkin. Bu axborot har birimiz uchun juda muhim. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga esa like bosishni unutmang. Bu siz uchun kichik amal, ammo bizga juda katta yordam. Muammoning mohiyati, vaziyat qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari ko'plab davlat xizmatlari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari uchun hujjatlarni yigish jarayoni ancha sodda edi. Ba'zan eski ma'lumotnomalar ham qabul qilinaverar. Ayrim ma'lumotlar esa fuqarolardan talab qilinmas edi. Chunki ma'muriy organlar o'zaro ma'lumot almashinuvi tizimiga to'liq integratsiyalashmagan edi. Siz bir idoradan olgan ma'lumotnomangizni boshqa bir idoraga taqdim etganingizda, ba'zan ular uzoq vaqt davomida amal qilar, hatto ba'zi hollarda bir necha yildan keyin ham qayta topshirish talab etilmas edi. Masalan, oila tarkibi haqidagi ma'lumotnoma har yili yangilanmas edi. Daromad haqidagi ma'lumotnoma ham har 6 oyda bir marta talab etilmas edi. Hujjatlar bilan bog'liq muammolar ko'pincha tekshiruvlar paytida yoki yangi imtiyozlar rasmiylashtirilganda yuzaga keladi. Bu esa ko'plab fuqarolar uchun qulaylik yaratgandek tuyulardi, lekin aslida tizimda adolatsizliklar va shaffoflikning yetishmasligiga olib kelardi. Davlat mablaglari kimga chinakam kerak bo'lsa, o'shanga emas, balki qog'ozbozlikda chaqqonroqlarga berilish ehtimoli yuqori edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Prezidentimiz tomonidan imzolangan qator farmon va qarorlar, shuningdek, hukumatning tegishli qonunosti hujjatlari bilan ijtimoiy himoya tizimi to'liq raqamlashtirilmoqda va avtomatlashtirilmoqda. Eng muhimi, yagona ijtimoiy reyestr tizimi joriy etilishi bilan barcha ma'lumotlar markazlashgan holda bir joyda to'planmoqda. Bu degani endi davlat idoralari sizning shaxsingiz, daromadlaringiz, mulkingiz va oila tarkibingiz haqidagi ma'lumotlarni o'zaro elektron tarzda almasha oladi. Ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanadi va tekshiriladi. Eski tizimda mavjud bo'lgan ko'plab boshliqlar endi yo'q. Bu shaffoflikni oshiradi, korrupsiyaning oldini oladi va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni chinakam muhtojlarga yo'naltirishga yordam beradi. Ammo bu o'zgarishlarning bir salbiy tomoni ham bor. Agar siz o'z ma'lumotlaringizni o'z vaqtida yangilamasangiz yoki yangi talablarga mos keluvchi hujjatlarni taqdim etmasangiz, sizga ajratilgan har qanday nafaqa, pensiya yoki subsidiya to'xtatilib qolishi mumkin. Eng yomoni, hatto sizdan ilgari olingan mablag'larni qaytarish talab qilinishi ham ehtimoldan xoli emas. Mana shu sababli 10 may sanasi juda muhim. Aynan shu sanagacha ma'lum bir toifadagi fuqarolar yangi tizimga o'tishlari va o'z ma'lumotlarini tasdiqlovchi to'rtta asosiy ma'lumotnomani taqdim etishlari shart qilib belgilandi. Bu birinchi navbatda avvalgi tizim bo'yicha nafaqa olganlar, subsidiyalardan foydalanayotganlar va imtiyozli xizmatlardan foydalanuvchilarga tegishli. Ularning ma'lumotlari yangi tizimda avtomatik tarzda to'g'ri aks etmagan bo'lishi mumkin. Keling, bu qaysi ma'lumotnomalar ekanligini batafsil ko'rib chiqaylik. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Nima qilish kerakligini bilish uchun, avvalo bu o'zgarishlar kimga ta'sir qilishini aniqlab olishimiz kerak. Kim tashvishlanishi kerak? 1. Ijtimoiy nafaqalar, bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oilalarga nafaqa, yolg'iz onalarga nafaqa va boshqalar oluvchilar. 2. Subsidiya oluvchilar, masalan, kommunal to'lovlar, uy-joy sotib olishdagi subsidiyalar, ipoteka kreditidagi subsidiyalar. 3. Pensiya oluvchilar, ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik, nogironlik pensiyasi oluvchilar yoki pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'lganlar. 4. Oila a'zolari soni yoki daromadlari o'zgargan, ammo bu haqda tegishli organlarga xabar bermagan fuqarolar. 5. Kadastr hujjatlarida yoki mol-mulk reyestri ma'lumotlarida o'zgarishlar bo'lgan. Masalan, uy-joy sotib olgan yoki sotgan, ammo rasmiylashtirishni to'liq yakunlamaganlar.
kim tashvishlanmasligi mumkin? 1. Agar siz hozirda hech qanday davlat nafaqasi yoki subsidiyasini olmasangiz va ularga murojaat qilish niyatida bo'lmasangiz. 2. Agar siz allaqachon yagona ijtimoiy reyestr orqali yangi tartibda nafaqa olayotgan bo'lsangiz va sizdan hech qanday yangi hujjat talab qilinmagan bo'lsa. Bunday holda sizning ma'lumotlaringiz yangi tizimda to'liq aks etgan bo'ladi. 3. Agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlaringiz yangi tizim orqali rasmiylashtirilgan bo'lsa. Endi esa mana shu to'rtta muhim ma'lumotnoma haqida batafsil ma'lumot beraman. Har biriga alohida to'xtalib o'tamiz, chunki ularning har biri sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladi. 1. Daromad haqida ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma sizning so'nggi 6 oydagi yoki 1 yildagi rasmiy daromadlaringizni tasdiqlovchi hujjatdir. Bu ma'lumotnoma ayniqsa ijtimoiy nafaqalar, subsidiyalar yoki imtiyozli kreditlar olishni istagan fuqarolar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Davlat bu hujjat orqali sizning moliyaviy holatingizni baholaydi va sizga haqiqatan ham yordam kerakmi yoki yo'qmi, shuni aniqlaydi. Agar sizning oilangizda har bir a'zoga to'g'ri keladigan o'rtacha daromad belgilangan minimumdan past bo'lsa, siz ko'plab ijtimoiy himoya dasturlariga ega bo'lishingiz mumkin. Ammo buning uchun sizning daromadlaringiz rasman tasdiqlangan bo'lishi shart. Misollar. Misol 1. Toshkent shahrida yashovchi 55 yoshli Mavluda opa eri bilan nafaqada. Ularning ikkalasi ham oldingi tartibda nafaqa olishardi va jami daromadlari oyiga 1.500.000 so'mni tashkil etardi. Yangi tizimda ularning daromadlari avtomatik ravishda yangilanmasligi mumkin. Agar Mavluda opa onmaygacha daromad haqidagi ma'lumotnomani taqdim etmasa, ularning nafaqasi va kommunal to'lovlar uchun berilgan subsidiyalari to'xtatilib qolishi ehtimoli bor. Oqibatda Mavluda opa 500.000 so'm miqdoridagi subsidiyadan mahrum bo'lib, har oyda qo'shimcha xarajatlarga duch kelishi mumkin. Daromad ma'lumotnomasi ularning oylik daromadlari yetarli emasligini tasdiqlab, imtiyozlarni saqlab qolishga yordam beradi. Misol 2. Qashqadaryo viloyatidan yosh oila Alisher va Gulnora. Ularning 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Alisher rasman ishlaydi, Gulnora uy bekasi. Oilaning oylik daromadi 2 million so'm. Ular bolalar nafaqasiz olish uchun oldin hujjat topshirganlar va har oyda 325.000 so'm nafaqa olishardi. Yangi tartibga ko'ra, yagona ijtimoiy reyestr ularning daromadlarini soliq bazalaridan avtomatik ravishda tekshirish kerak. Ammo agar Alisherning ish beruvchisi ba'zi ma'lumotlarni kechikish bilan kiritgan bo'lsa yoki Gulnora o'zining tadbirkorlik faoliyatidan oladigan norasmiy daromadlarni rasmiylashtirmagan bo'lsa, ma'lumotlar noto'g'ri bo'lishi mumkin. Agar ular 10 maygacha daromad haqida ma'lumotnoma bilan birga oila tarkibi haqidagi ma'lumotnomani ham yangilamasa, nafaqa to'xtatilishi va oldingi oylarda olingan nafaqani qaytarish talab qilinishi mumkin. Bu oila uchun jami 2 million so'm daromaddan tashqari 325.000 so'm nafaqa juda katta yordam bo'lganini inobatga olsak, bu juda jiddiy yo'qotish bo'ladi. 2. Oila tarkibi haqida ma'lumotnoma. Bu hujjat oilangiz tarkibi, ya'ni kimlar bilan birga yashayotganingiz, ularning yoshlari va qarindoshlik darajasi haqida ma'lumot beradi. Ko'plab ijtimoiy dasturlar aynan oilaning umumiy ahvoliga, uning a'zolari soniga va ularning daromadlariga asoslanadi. Masalan, bolalar nafaqasi yoki kam ta'minlangan oilalar uchun beriladigan yordam aynan shu ma'lumotnomaga qarab aniqlanadi. Agar oila tarkibi o'zgargan bo'lsa, masalan, yangi bola tug'ilgan, kimdir turmushga chiqqan, oila a'zosi vafot etgan bo'lsa, bu ma'lumotnoma zudlik bilan yangilanishi shart. Yangi tizimda oila tarkibi avtomatik ravishda ro'yxatga olish bo'limlaridan olingan ma'lumotlar asosida shakllanishi kerak. Ammo tizimda ba'zan xatoliklar yoki kechikishlar bo'lishi mumkin. Ayniqsa, so'nggi paytlarda ro'yxatga olish jarayonlari o'zgargani hisobga olinsa. Misollar. Misol 1. Samarqand viloyatida yashovchi Muzaffar va Nigora yaqinda 3-farzandli bo'lishdi. Ular eski tartibda 2-farzandi uchun nafaqa olishardi. 3-si tug'ilganidan keyin ular avtomatik ravishda nafaqa miqdori oshishini kutishdi. Biroq ular yagona ijtimoiy reyestr tizimiga 3-farzandlari haqidagi ma'lumotnoma avtomatik tarzda kiritilmaganini bilishmadi.
Agar ular onmaygacha oila tarkibi haqida ma'lumotnoma va yangi tug'ilgan farzandining tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi bilan murojaat qilmasa, nafaqa miqdori oshirilmaydi. Eng yomoni, hatto mavjud nafaqa ham to'xtatilib qolishi mumkin. Ular har oyda 450 ming so'm atrofida qo'shimcha nafaqadan mahrum bo'lishadi. Misol 2. Farg'onada yashovchi 70 yoshli Gulchehra buvi nevarasining vafotidan so'ng, ular birga yashagan va Gulchehra buvi nafaqa olishda u bilan birga ro'yxatda turgan. Oila tarkibi haqida ma'lumotnomani yangilamagan edi. Endi, agar bu ma'lumot yangi tizimga oz vaqtida kiritilmagan bo'lsa, Gulchehra buvining nafaqasi noto'g'ri hisoblanishi va hatto oshiqcha berilgan mablag'ni qaytarish talab qilinishi mumkin. Bu nafaqaxo'r uchun juda katta moliyaviy stressni keltirib chiqaradi. 3. Mulkingiz borligi haqida ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma sizning nomingizda qanday ko'chmas mulk, uy, yer uchastkasi, kvartira, avtomobil va boshqalar mavjudligini tasdiqlaydi. Ko'plab ijtimoiy dasturlar, ayniqsa uy-joy subsidiyalari, kambag'allikni qisqartirish dasturlari va ba'zi turdagi imtiyozlar aynan fuqaroning mulkiy holatiga qarab beriladi. Agar sizning nomingizda bir nechta uy-joy yoki qimmatbaho mulk bo'lsa, siz ma'lum bir toifadagi nafaqa yoki subsidiyalarga haqli bo'lmasligingiz mumkin. Davlat endi bu ma'lumotlarni kadastr agentligi va Ichki ishlar vazirligining ma'lumotlar bazalari bilan avtomatik ravishda solishtiradi. Agar siz mulkni yaqinda sotgan yoki sotib olgan bo'lsangiz, lekin kadastr ma'lumotlarida bu o'zgarishlar hali to'liq aks etmagan bo'lsa, sizga ushbu ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Misollar. Misol 1. Jizzaxlik Ahmad akaga davlat tomonidan qishloq joylarda uy-joy sotib olish uchun subsidiya berilgan edi. Uning o'zi va oilasi uchun uy-joy sharoitlari yaxshilashga muhtoj bo'lgan. Biroq keyinroq Ahmad aka meros sifatida shahardan kichik bir xonadon oldi. U bu xonadonni darhol sotib yubordi, lekin kadastr organlarida mulkdorlik o'zgarishini rasmiylashtirish biroz cho'zilib ketdi. Agar Ahmad aka onmaygacha mulkingiz borligi haqida ma'lumotnomani olib, o'zining mulkiy holati haqidagi ma'lumotlarni yangilamasa, u subsidiya olishga haqsiz deb topilishi va hatto olgan subsidiyani qaytarishi talab qilinishi mumkin. Bu uning oilasi uchun 70 million so'mdan ortiq pulni qaytarish deganidir. Bu esa ularning budjetiga og'ir yuk bo'ladi. Misol 2. Qashqadaryodan Gulchehra ismli pensioner turmush o'rtog'i vafotidan so'ng unga tegishli bo'lgan yozgi uyni meros qilib oldi. Bu uyda hech kim yashamaydi, lekin uning nomiga rasmiylashtirilgan. Gulchehra buvi kommunal xizmatlarga imtiyozli to'lovlar uchun subsidiya olardi. Yangi tizimda u ikkinchi mulkdor sifatida ko'rinishi sababli uning subsidiyasi bekor qilinishi mumkin. Agar u onmaygacha bu yozgi uyning yashash uchun yaroqsizligi yoki boshqa sabablar bilan bog'liq ma'lumotnomani taqdim etmasa, u yiliga 1 million so'mdan ortiq imtiyozdan mahrum bo'ladi. 4. Kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma sizning tabiiy gaz, elektr energiyasi, suv ta'minoti va chiqindi yegish xizmatlari bo'yicha qarzingiz yo'qligini tasdiqlaydi. Davlat ba'zi ijtimoiy dasturlar doirasida kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar yoki subsidiyalar beradi. Biroq bu imtiyozlar ko'pincha qarzdorligi bo'lmagan fuqarolarga taqdim etiladi. Yangi tizimda kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan ma'lumotlar almashinuvi avtomatlashtiriladi. Agar sizda qarzdorlik mavjud bo'lsa yoki ilgari to'lagan bo'lsangiz, lekin ma'lumotlar tizimga kirmagan bo'lsa, bu sizga berilayotgan imtiyozlarni to'xtatishga sabab bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotnoma ayniqsa yangi subsidiya olishni rejalashtirayotganlar yoki mavjud imtiyozlarni saqlab qolishni istaganlar uchun muhim. Misollar. Misol 1. Buxorolik nafaqaxo'r Dilbar opa har oyda gaz va elektr energiyasi uchun ma'lum bir miqdorda subsidiya olardi. U har doim to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan, ammo bir oydagi internet bank xizmati orqali qilingan to'lov tizimda aks etmay qolgan va kichik bir qarzdorlik paydo bo'lgan. Dilbar opa buni bilmagan. Agar u onmaygacha qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumotnomani olmasa va bu kichik qarzdorlikni bartaraf etmasa, uning butun subsidiya to'lovi to'xtatilib qolishi mumkin. Bir yil davomida u taxminan 600 ming so'm miqdoridagi yordamdan mahrum bo'ladi. Misol 2. Toshkent shahridan Kamol aka va uning oilasi uy-joy sotib olish uchun davlat subsidiyasiga murojaat qilishdi. Ular barcha hujjatlarni topshirishdi va subsidiyani kutishmoqda.
Biroq ular bundan bir necha yil avval yashagan boshqa manzilda suv uchun 150 ming so'm qarzdorliklari qolib ketgan. Kamol aka bu haqida unutgan. Yangi tizimda bu qarzdorlik avtomatik ravishda uning nomida paydo bo'ladi va bu uning subsidiya olishga to'sqinlik qilishi mumkin. Agar u onmaygacha bu qarzdorlikni yopib, qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma taqdim etmasa, subsidiyasidan mahrum bo'lishi mumkin. Bu esa bir necha 10 million so'm miqdoridagi yo'qotishga olib keladi. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Bu qoidalarning har birida o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan qaltis jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha sarsongarchilikdan qutqaradi va vaqtingizni tejaydi. 1. Elektron ma'lumotnomalar va qog'oz shakli. Bugungi kunda ko'plab ma'lumotnomalarni davlat xizmatlari markazlari, DXIM orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mi.gov.uz orqali elektron shaklda olish mumkin. Bu juda qulay, chunki navbatda turishga, turli idoralarga borishga hojat qolmaydi. Masalan, daromad haqida ma'lumotnomani soliq qo'mitasining shaxsiy kabinetidan, oila tarkibi haqidagi ma'lumotnomani DXIM orqali olish mumkin. Ammo barcha ma'lumotnomalar ham elektron shaklda taqdim etilavermaydi. Ba'zi kommunal tashkilotlar yoki mahalla fuqarolar yig'inlari hali to'liq raqamlashtirilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun avvaldan qaysi ma'lumotnomani qayerdan olish mumkinligini aniqlashtirib olish kerak. Ba'zi hollarda elektron ma'lumotnoma bilan birga asl nusxasi talab qilinishi mumkin, ayniqsa agar tizimda ma'lumotlar mos kelmasa. Shuningdek, ma'lumotnomaning elektron shaklda berilishiga qaramay, uni qog'ozga chiqarib, muhr bosib berishni talab qiluvchi holatlar ham uchraydi. Bu ayniqsa banklar bilan bog'liq jarayonlarda ko'p uchraydi. 2. Ma'lumotnomalarning amal qilish muddati. Har bir ma'lumotnomaning o'z amal qilish muddati bor. Masalan, daromad haqidagi ma'lumotnoma odatda 3 yoki 6 oy muddatga beriladi. Oila tarkibi haqidagi ma'lumotnoma ham so'nggi ma'lumotlar asosida 1 oygacha amal qilishi mumkin. Agar siz yaqinda biror ma'lumotnoma olgan bo'lsangiz, uning muddati tugashiga yaqin qolgan bo'lsa, uni qayta olishingiz shart. Yangi tizimda ma'lumotlarning tez-tez yangilanib turishi talab qilinadi. Misol uchun, siz 3 oy avval daromad haqidagi ma'lumotnomani olgan bo'lsangiz, lekin 10 mayga qadar u 3 oydan oshib ketgan bo'lsa, sizdan yangisini talab qilishlari mumkin. Bunday holatda men yaqinda olgandim degan vazlar qabul qilinmaydi. Shuning uchun har doim ma'lumotnomalaringizning amal qilish muddatiga e'tibor bering. 3. Maxsus toifadagi fuqarolar. Nogironligi bor shaxslar, yolg'iz keksalar, yetim bolalar, talabalar va xorijda ishlayotgan migrantlar uchun alohida tartiblar mavjud. Masalan, nogironligi bor shaxslar uchun ba'zi ma'lumotnomalar avtomatik ravishda tizimga kiritilishi mumkin, chunki ularning ma'lumotlari tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyalari (TMEK) bazalarida mavjud. Ammo har doim ham shunday bo'lavermaydi. Ba'zi hollarda ulardan qo'shimcha ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Migrantlar uchun daromad haqidagi ma'lumotnomani olish ancha murakkab, chunki ularning xorijiy daromadlari rasman O'zbekiston soliq bazalarida aks etmaydi. Bunday holda ular soliq inspeksiyasiga murojaat qilib, o'z daromadlarini ixtiyoriy ravishda deklaratsiya qilishlari yoki oila a'zolari nomidan tegishli ma'lumotnomalarni taqdim etishlari kerak bo'lishi mumkin. Talabalar uchun esa o'qish joyidan ma'lumotnoma va stipendiya haqidagi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin, agar ular nafaqa olayotgan oila tarkibiga kirsa. Bu nuanslarni bilmaslik sizni ko'p ovoragarchiliklarga duchor qiladi. 4. Tez-tez uchraydigan xatolar va ularning oqibatlari. Noto'g'ri ma'lumotlar, ma'lumotnomalarda ism, familiya, tugilgan sana, manzil kabi ma'lumotlarda xatoliklar bo'lishi mumkin. Bu xatolar kichik tuyulishi mumkin, ammo tizim bu ma'lumotlarni mos kelmaganligi sababli rad etishi mumkin. Har bir ma'lumotnomani diqqat bilan tekshiring. Yetishmayotgan hujjatlar, ba'zi ma'lumotnomalar boshqa hujjatlar, pasport nusxasi, nikoh guvohnomasi, bolalar tugilganlik haqidagi guvohnomalar bilan birga talab qilinadi. Ulardan birortasi bo'lmasa, ma'lumotnoma rasmiylashtirilmaydi. Noto'g'ri idoraga murojaat qilish. Ba'zi fuqarolar daromad haqidagi ma'lumotnomani mahalla fuqarolar yig'inidan olishga urinadilar, holbuki uni soliq inspeksiyasidan olish kerak. Bu esa vaqt yo'qotishga olib keladi.
Oxirgi lahzaga qoldirish, onmay yaqinlashgani sari tuxum va boshqa tegishli idoralarda navbatlar ko'payishi mumkin. Bu esa ma'lumotnomani o'z vaqtida olishga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun jarayonni hoziroq boshlash juda muhim. 5. Natijalari agar hujjatlar o'z vaqtida topshirilmasa. Agar siz yuqorida aytilgan ma'lumotnomalarni 10 maygacha taqdim etmasangiz, birinchi navbatda sizga ajratilgan har qanday nafaqa yoki subsidiya to'xtatiladi. Bu degani keyingi oydan boshlab sizga hech qanday pul mablag'i kelmaydi. Ikkinchidan, ba'zi hollarda avvalgi oylarda noto'g'ri yoki asossiz ravishda olingan mablag'larni qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, agar sizning daromadingiz o'zgargani, lekin bu haqda xabar bermagan bo'lsangiz va ortiqcha nafaqa olgan bo'lsangiz, bu mablag'ni qaytarishingiz kerak bo'ladi. Uchinchidan, ba'zi imtiyozlar, masalan, kommunal to'lovlar bo'yicha chegirmaning bekor qilinishi sizning oylik xarajatlaringizni oshiradi. To'rtinchidan, eng yomon holatda, agar qasddan noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etilgan deb hisoblansa, ma'muriy javobgarlik ham yuzaga kelishi mumkin. Bu esa jarimalar solish bilan birga keladi. Shuning uchun bu ishga jiddiy yondashish kerak. 6. Noaniq nuanslar. Mulkning egalik huquqi agar uy-joy voyaga yetmagan shaxs nomiga rasmiylashtirilgan bo'lsa yoki bir necha shaxs o'rtasida umumiy egalik huquqiga ega bo'lsa, bu holatda mulk borligi haqida ma'lumotnoma olishda qanday qilib uni hisobga olish kerakligi haqida aniqroq ma'lumot talab etiladi. Ba'zi hollarda qonuniy vakilning ruxsati yoki vasiylik organining qarori talab qilinishi mumkin. Vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish. Agar siz vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan manzilda yashayotgan bo'lsangiz, oila tarkibi haqidagi ma'lumotnomani olishda doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilingizdan ham ma'lumot talab qilinishi mumkin. Bu esa jarayonni murakkablashtirishi mumkin. Naqd pulsiz to'lovlar va daromad. Ba'zi fuqarolar naqd pulsiz shaklda daromad oladilar, masalan, chet eldagi kartalarga kelgan pul o'tkazmalari. Soliq organlari buni to'liq nazorat qilmasligi mumkin. Ammo yagona ijtimoiy reyestr bank ma'lumotlari bilan ham integratsiyalashganligi sababli bu kabi daromadlar ham tekshirilishi mumkin. Daromad haqidagi ma'lumotnomani olishda bunday daromadlarni ham hisobga olish kerakligini unutmang. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar. Hamma gapirildi, endi nima qilish kerak? Qo'rquvga tushmasdan aniq va tizimli harakat qilishimiz kerak. Mana siz uchun tayyorlangan bosqichma-bosqich qo'llanma. 1. O'z ehtiyojingizni aniqlang. Avvalo, siz o'zingizning holatingizni tahlil qiling. Yuqorida aytilgan kim tashvishlanishi kerak? Bo'limiga e'tibor bering. Siz hozirda qaysi davlat nafaqasini, subsidiyasini yoki imtiyozini olasiz? Yoki yaqin kelajakda shunday imtiyozlarga murojaat qilishni rejalashtiryapsizmi? Agar ha bo'lsa, unda sizga bu ma'lumotnomalar kerak bo'lishi ehtimoli juda yuqori. O'zingizni oldingi tartibda nafaqa olganlar toifasiga kiritishga harakat qiling, chunki yangi tizimga o'tishda aynan ularning ma'lumotlari eng ko'p yangilanishga muhtoj bo'lishi mumkin. 2. Qayerga murojaat qilish kerak? Har bir ma'lumotnoma uchun alohida idora bor. Daromad haqida ma'lumotnoma ish joyidan yoki soliq inspeksiyasidan, agar rasmiy ish joyingiz bo'lsa, bu ma'lumotnomani buxgalteriyadan olishingiz mumkin. Agar rasmiy daromadingiz bo'lmasa yoki tadbirkor bo'lsangiz, davlat soliq inspeksiyasiga murojaat qilishingiz kerak. Hozirda ko'plab soliq to'lovchilar o'z shaxsiy kabinetlari orqali soliq organlaridan daromad haqida ma'lumotnomani elektron tarzda olishlari mumkin. Oila tarkibi haqida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar iginidan yoki davlat xizmatlari markazlaridan, ko'pchilik hollarda bu ma'lumotnoma yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar igini tomonidan beriladi. Shuningdek, davlat xizmatlari markazlari DXM orqali ham bu xizmatni olish mumkin. DXM bu ma'lumotnomani elektron tizimlar orqali avtomatik tarzda shakllantirib berishi mumkin. Mulkingiz borligi haqida ma'lumotnoma kadastr agentligining tuman, shahar, bo'limlaridan yoki davlat xizmatlari markazlaridan. Bu ma'lumotnoma uchun kadastr agentligining tegishli bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz lozim. Mi.gov.uz orqali ham bu xizmatni olish imkoniyati mavjud. Kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma tegishli kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan elektr energiyasi uchun hududiy elektr tarmoqlari, ajning tuman, shahar, filiali tabiiy gaz uchun hudud gaz ta'minot,
Ajning filiali suv ta'minoti uchun suv ta'minot Mchning tuman, shahar, bolimi, chiqindi yegish uchun toza hudud, Dukning mahalliy bolimlariga murojaat qilishingiz kerak. Ba'zi kommunal tashkilotlarda onlayn tizimlar orqali ma'lumotnomani olish imkoniyati mavjud. 3. Qaysi hujjatlarni yegish kerak? Odatda quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki it karta. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa. Bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Oila a'zolarining pasport nusxalari. Agar pensiya oluvchi bo'lsangiz, pensiya guvohnomasi. Mulkingiz borligi haqida ma'lumotnoma uchun kadastr hujjatlari, mulkning texnik pasporti. Eski ma'lumotnomalar agar yangilayotgan bo'lsangiz. Bu hujjatlarning barchasini oldindan tayyorlab qo'ying. Asl nusxalari va nusxalari bilan birga olib boring. 4. Ariza berish jarayoni. Onlayn ariza berish. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, Mi.Gov.uz portali orqali ariza bering. Bu sizning vaqtingizni tejaydi. Elektron imzo olishni unutmang. U ko'plab onlayn xizmatlar uchun zarur. Shaxsan murojaat qilish. Agar onlayn ariza berish imkoniyati bo'lmasa, yuqorida ko'rsatilgan idoralarga shaxsan boring. Odatda ariza blankasini joyida to'ldirasiz. Barcha hujjatlarni taqdim etasiz va ma'lumotnomani olish uchun navbat kutasiz. Inobat. Ba'zi DXM bo'limlarida elektron navbat tizimi mavjud. Undan foydalanish uchun oldindan ro'yxatdan o'ting. 5. Muddati haqida yana bir bor eslatma. 10 may bu kritik sana. Bu sanaga qadar ma'lumotnomalarni olishga ulgurishingiz kerak. Maslahatim, jarayonni hoziroq boshlang. Ertaga emas, bugun. Navbatlar, texnik muammolar yoki kutilmagan kechikishlar bo'lishi mumkinligini unutmang. So'nggi daqiqalarga qoldirmang. Ideal variant 5 maygacha barcha ma'lumotnomalarni olishni yakunlash va ularni tegishli organlarga taqdim etish. 6. Tekshirish va qayta murojaat qilish. Ma'lumotnomalarni olganingizdan so'ng ularni diqqat bilan tekshiring. Hamma ma'lumotlar to'g'ri yozilganiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir xato topsangiz, darhol uni tuzatishga murojaat qiling. Ma'lumotnomalarni tegishli idoraga topshirganingizdan so'ng, ularning qabul qilinganligini va tizimga kiritilganligini tasdiqlovchi kvitansiya yoki boshqa bir hujjatni oling. 1-2 hafta o'tgach, sizga beriladigan nafaqa yoki subsidiyalar to'lovi o'zgarmasdan davom etayotganiga ishonch hosil qilish uchun tegishli idoraga, masalan, pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya agentligining mahalliy bo'limiga murojaat qilib, o'zingizning holatingizni aniqlashtirishingiz mumkin. Bu sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Xulosa va yakuniy chorlov. Qadrli tomoshabinlar, bugun biz juda muhim mavzuni batafsil ko'rib chiqdik. 10 maygacha olishingiz shart bo'lgan 4 ta ma'lumotnoma va ularning ahamiyati. Bu shunchaki qog'ozbozlik emas, balki sizning va oilangizning moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'lidagi muhim qadamdir. Davlat tizimidagi o'zgarishlar faqatgina bir tomonlama emas, balki ikki tomonlama javobgarlikni talab qiladi. Sizdan esa o'z vaqtingizda ma'lumotlaringizni yangilab, imtiyozlaringizni saqlab qolish talab etiladi. Shunday ekan, vaqtni boy bermang. Bugunoq harakatni boshlang. O'zingizga qaysi ma'lumotnomalar kerakligini aniqlang, tegishli idoralarga murojaat qiling va 10 maygacha barcha hujjatlarni joyiga qo'ying. Bu sizni ortiqcha tashvishlardan, moliyaviy yo'qotishlardan asraydi. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha savollaringizni, shaxsiy tajribangizni yoki qandaydir muammolarga duch kelganingizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz doimo siz uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.